Arzonni sho'rvasi tatimas degan gap bor, lekin bizda do'stlar ham arzon, ham sifatli to'qli qo'ylarimiz xudo xolasa yetib kelgan Qashqadaryo viloyati G'uzor tumaniga. Aziz do'stlar, to'qli qo'ylarni Bug'oz variantidan olaman, juda bir sifatli joyidan, yeb-ichishlari zo'r, sog'liqlari joyida bo'lgan variantidan olaman deydiganlar bo'lsa, shoshilib qolinglar. Bor yo'g'i 18 bosh to'qli Bug'oz qo'ylarimiz yetib kelgan. Orasida Qo'chqor 2-3 oydan beri yurib, o'zi hammasini xudo xolasa egasi aytayapti, 200% Ilhomjon qochgan Qo'chqordan 1-2 oylarda hammasi qo'zilashni boshlaydi deyaptilar. Tog'da yurgan akalar bular hali ancha o'sadi, to'g'risi yemga turmagan bular, sifati ham, yeb-ichishlari ham zo'r. Narx-navoziga keladigan bo'lsak, akalar 4 million so'mdan ustida yana ham gaplashaverasizlar. Dastavkalardan akalar 18 tani olaman degan odamga muammo bo'lmaydi, xudo xolasa dastavkalari qilib beriladi. 5 ta 10 ta bitta olaman desanglar ham akamizgacha o'rsanglar bo'ladi akalar. Hop, bu qo'ylarning egasining ismi Sunnat aka. Pastda nomerlarni qoldirib qo'yaman. Bemalol akalar savdosini bitirib olsanglar bo'ladi. Bittadan like-ni bosib qo'yinglar, oshnog'inglar podlisa qilib yuborib qo'yinglar. Sababi bunaqa to'qli Bug'oz qo'ylarni o'ta bir arzon, o'ta bir sifatli joydan so'raganlar juda ko'p bo'lganda, oshnog'inglar podlisa qilib yuborib qo'yish esdan chiqmasin. Obuna bo'lib qo'yinglar akalar. Obuna bo'lgan har bitta yurtdoshimizning o'yida mana shunaqa qo'ylardan 300 bosh, 400 bosh bo'lish nasib qilsin.